Qiz-o'g'illarning muhabbatlashishi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qiz-o'g'illar to'y qilishdan burun muhabbatlashsa bo'lamdi? Hozirgi yoshlar mushu tarafdan nimalarga diqqat qilishi kerak? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. İslam dini sevgi muhabbet üstüge kurulgan dindir. Her bir müminning imani sevgi muhabbetsiz mükemmel bulalmaydı. Sevgi muhabbetning İslamda katta o'rni bor. Masalan, Haq Taala aytadi: "Aytqinki, agar sizlar Allohni sevadigan bo'lsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni sevgay." Al-Imron surasi 31-oyat. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Hech kim biror kishini yaxshi ko'rganda, uni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rmagicha, Alloh uni kufrdan qutqazgandan keyin uningga nisbatan o'tqa tashlanish kufrga qaytishdanmi suyimlikroq bo'lmagicha, Alloh va uning rasuli u kishi uchun barliq narsalardan suyimlikroq bo'lmagicha iymonning alovatini tetiy olmaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inson qiyomat kuni yaxshi ko'rgan odami bilan birga bo'ladi degan. Demak, İslamda muhabbatning shuncha katta o'rni bor. Allohni sevish, kitobini sevish, payg'ambarini sevish, musulmon qarindoshlarini sevish, ota-ona aqrabolarini, hamrohini sevish, farzandlarini sevish. Biroq muhabbat degan so'z hozir kundalik turmushimizda faqatla yot qiz-o'g'illar o'ttiridagi bir-biriga qarata moyillik yoki yoqtirib qilish yoki atrofdagi ko'pincha yoshlar shundoq aralashib o'tadigan, undan keyingi harom aralashish va munosabat qilishni bildiradigan bo'lib qoldi. Bularda odatda fidokorlik, qurbon berish va samimiy bo'lishdek sevgi muhabbatning biror taqozzosini uchratqili bo'lmaydi. Amaliyotda bu haqiqiy sevgi muhabbat nomida qilingan bir ma'siyat yoki haqiqiy sevgi muhabbatga qilingan bir haqoratdir. Shar'iy tarafdan olib aytganda, ikki jins o'rtasida sevgi muhabbat harom deydigan gap yo'q. Lekin islom yo'l qo'ygan sevgi muhabbat doirasi bor. Uning sirtidagi sevgi muhabbat harom qilingan doira hisoblanadi. Halal yoki muboh bo'lgan sevgi muhabbat deganimiz, yigit yoki qiz birisi bilan yursam bo'ladi deb izlab yurib, birisini tepib yaxshi ko'raman deb aralashib yurish emas, balki ma'lum birisiga to'satdan moyillik his qilib, haqiqiy yoqtirib qilish yoki yaxshi ko'rib qilishdan iborat. Bu insonning qo'lidan keladigan ish emas. Shunga buni gunoh degili bo'lmaydi. Buningga duch kelganda paranglashib, xat yozib yoki telefon qilib yurmay, oila tarafdan elchi avatib, nikoh qilib to'y qilish kerak. Rad qilinsa yoki to'y qila olmaydigan bo'lsa, aralashib yurmay munosabatni uzib, islom adab axloqiga rioya qilish kerak. Keyinchi to'y qilamiz deb aralashib o'tishga bo'lmaydi. Harom sevgi muhabbat doirasi bo'lsa, qalbida moyillik bo'lsin yoki bo'lmasin, birini yaxshi ko'raman deb yurib, to'y qilmasdan uchrashib, aralashib o'tishdan iborat. Bundaq aralashishda yo'gashga buyurilgan avratni echish, qo'l elishib ko'rishish, xilvat joyda nomahram bilan birga bo'lish, tutish va suyish, hatto zina qatorliq harom ishlar sodir bo'ladi. Buning oqibati dunyo va oxiratda intayin yomon. Hissiyot aqldan ustun keladigan yoshlik davrida shar'iy nikohdan tashqari ikki jins o'rtasidagi munosabat intayin xatarlik bo'ladi. Natijada islom ko'rsatmasiga rioya qilmaganlikdan mayli qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lsin, o'zining iffat nomusini saqlamaydi. O'zi va oilasiga ara nomus keltiradi. Ba'zida zina sodir qilib qolmay, qo'rsoqdagi turalmani tushirib etib, jinoyatning ustiga jinoyat sodir qilib, Allohning g'azabiga loyiq bo'lib qoladi. Demak, islom dini ikki jins o'rtasidagi munosabatni radga solib, o'zaro taqvodorlik va yaxshilikqa hamkorlashishga olib boradigan ishlarni yo'lga qo'yib, yomon tarafga tortadigan barliq ishlarni cheklayotgan. Faqat sog'lom bir yo'lni ochib, sog'lom munosabatga yo'l qo'ygan. U bo'lsa-mu shar'iy nikoh qilib to'y qilishdir. Shar'iy nikoh qilmay turib o'zaro muhabbatlashish islom cheklagan ishdir. Chunki bu Alloh va rasulining amr farmonlariga aniq xiloflik qilish va haromga jur'at qilishdan iborat. Haq Taala aytadi: "Mo'min erlarga aytqinki, haromga tikilib qarmasin, avratlarini saqlasin." Nur surasi 30-oyat. Yana mo'min ayollarga aytqinki, haromga tikilib qarmasin, avratlarini saqlasin. Nur surasi 31-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech bir er kishi yot ayol bilan mahrami yanida bo'lmagan ahvolda xoli yerda birga bo'lmasin degan.
Bununla amal qilish dunyoda shaxs va jamiyat axloqining salomatligi uchun intayin muhim. Allohning ko'rsatmalariga rioya qilish oxiratdami Allohning marhamatiga erishtirdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Allohning soyasidan boshqa soya yo'q. Qiyomat kuni Alloh 7 turlik odamni o'zining arshi ostida soya etadi. Ular adil podshoh, Parvardigori Allohning ibodatida o'sgan yigit, asyodi hamisha masjidlarga bog'langan odam, Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rib, Alloh uchun bir yerga kelgan, Alloh uchun ayrilishgan ikki kishi. Esil va chiroyli bir ayol o'ziga chaqirsa, Allohdan qo'rqaman deb uni rad qilgan odam. O'ng qo'li bilan bergan sadiqani so'l qo'li bilmaydigan darajada maxfiy bergan odam va pinhon joyda Allohni yod etib ko'zlaridan yosh to'kilgan odam. Bu hadisda Allohning arshi ostida soyidaydigan 7 kishining ikkinchisini odam yoki kishi demay, yigit deyishi shuning uchunki, yoshlik davrida havoyi havas, shahvat va buzuqchilikqa chillaydigan turli omillar kuchlik ham ko'p bo'ladi, albatta. Mazkur hadisdagi yigit degan so'z yigit va qizni o'z ichiga oladi. Qizmi Allohning ibodatida o'sib yetilib, yoshlik davrini taat ibodat bilan o'tkazsa, qiyomat kuni Allohning saodatishiga muyassar bo'ladi. Hadisdagi 4-turdagi kishi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rib, Alloh uchun bir yerga kelgan, Alloh uchun ayrilishgan ikki kishi. Bu ikki kishining biri qiz, biri o'g'il bo'lishi mumkin. Lekin yaxshi ko'rish bo'lgan ahvolda Allohning amriga xiloflik qilmaslik zarur. Hadisdagi 5-turdagi kishi esil va chiroyli bir ayol o'ziga chaqirsa, Allohdan qo'rqaman deb uni rad qilgan odam. Bu xuddi Yusuf alayhissalomga o'xshaydi. Ahvol aksicha bo'lib, kelishgan bir yigit zinoga chaqirsa, rad qilgan qizmi o'xshashla Allohning saodatishiga muyassar bo'ladi. Hozirgi davrimizda ko'pincha yoshlarimizga duch kelayotgan masalalarning biri tordagi munosabat bo'lib, qiz-o'g'illar QQ, Undidar, Messenger, WhatsApp, Telegram qatorliq ijtimoiy aloqa vositalari va choyxonalarda kameraliq yoki kamerasiz o'zaro paranglashishdan, gap so'zda nozkarashma izhor qilib, aloqalashishdan saqlanish bekli muhim. Bilib bilmay Allohning ko'rsatmasiga xiloflik qilib salgan ahvolda tavba yo'li ochiqdir. Banda haqiqiy tavba qilsa, Alloh gunohlarni kechirib etadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 99 numurliq fatvo.